Kechyapmiz. Sizga yubordim pulotaki manimcha ana. Sizga hozir kelgan bo'lishi kerak pulotaki sensey anaqaga. Hozir zaпрос keladi sizga endi yonda. Kamerani to'g'rilab olsangiz o'zingizga qaratib. Mana. Assalomu alaykum. Bakir. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Siz Yaxshimisiz? yaxshi, Xudoga shukr. Nima gaplar, nima yangiliklar? Yangiliklar sizdan so'rasak bo'ladi. O'zingizda qanaqa yangiliklar? Bizda yangi bilimlar, yangi izlanishlar, hayot tajribalari bilan yangi bilimlarni solishtirishlar, hayot tajribada qayerda xato qilganmiz, qayerda muvaffaqiyatga ketganmiz, shu narsalar tahlilini qilib yuribmiz oxirgi payt. Yaxshi, bizda ham shu ancha o'zgarishlar bizda ham bo'ldi. Shu Masalan? o'zgarishlardan bir baham. Ha? Masalan, Masalan, ish faoliyatimizni biroz o'zgartirishga to'g'ri keldi. Dunyoqarash ham ozroq o'zgardi o'zimda ham. hop, Hop, hozir kripto bilan unchalik emas-u, kripto bilan shug'ullanyapman, lekin ijtimoiy tarmoqqa ko'proq jamiyatda bo'layotgan voqealarga munosabatim bilan bildirib ketyapman. ha, aynan jamiyatda qaysi jabhasida? Jamiyatdagi mana shu fikr masalasida asosan ko'proq insonlar fikrini o'rganyapman. Ularda fikr qanaqa bo'lyapti? Ha, Yaqinda bir post joylagan edim. Bu Instagramda Twitter ham bor ekanda. Integratsiya qilingan ekan. Ya'ni Instagramga post joylasangiz, u yoqqa ham ketar ekan post. parallelni. Parallel, bir kirib ko'rdim, bitta postimga bir 92 ta komment tushibdi-da. So'kinishibdimi? Ya'ni endi so'kinishmagan holat qolgan hamma yo'q qilishgan. Ya'ni saviyani ko'rsangiz, saviya ham juda ham bir anaqa emas-da. Tanqid qilsa, men tanqidga doim ochiqman. Tanqid ham qanaqa emas, tanqid ham emas, endi ko'proq hit qilishgan. Hate. Kommentariy yozib, endi haligi hozir yaxshi anaqa ko'payib qoldi. Kommentga ham hozir qonuniy anaqa bor. Javobgarlikka tortib qo'yishdi endi. Bormi shunaqa paytda? O'zbekistonda ham ishlayaptimi? Ishlayapti. O'sha javobgarlikka ham tortilishdi bitta odamlar o'sha. Kommentda so'kinib qo'ysa yoki boshqa qilib qo'ysa, o'sha bor statyasi. Yaxshi. Endi. Endi hit qilmayman deng. Endi hate qilmang. O'zi hate qilmaganman ham menimcha. Mavzuni siz o'z aytganingiz shaxsiyatdagi illyuziyalar degan mavzuni tanlagandingiz. Chunki o'zim ham shu shaxsiyatdagi illyuziyalarga qachonlarda ishonib yurganman, vaqt yo'qotganman. Bizdan keyingi o'sayotgan yoshlar shu illyuziyaga ilinmasdan, bari o'zlarining tajribasi bo'ladi, ilinmasdan o'tishlari menimcha muvaffaqiyatliroq bo'ladi. Illyuziya deganda nima tutganingizni men tushunmay qoldim. Ya'ni bu orzularmi yoki bir
o'zida bir narsalar o'zini qilib olishmi, qanaqadir Ha, qahramon qilib his qilish o'zini. unisi ham bunisi ham. Mana hozir boshidan boshlaymiz. Ya'ni ko'pchilikda e, shu tez muvaffaqiyatga erishsam degan istak bo'ladi Mhm. yoshlar. Bu o'zi bizni miyamizni tabiatiga xos. Misol uchun yoshi katta odam, yoshi kichkina odam ham miyasi shu energiyani tejashga harakat qiladi iloji boricha. Misol uchun Andrey Kurpatov kitobida ham o'qigan bo'lsangiz, bizning miyamiz energiyani tejashga harakat qiladi, shuning uchun oson yo'lini oqtaradi deydi-yu. Mhm. Xuddi shunday, hattoki televizorda pultini ham mana shu energiyani tejashga bo'lgan turtki talchoq kashf qilishiga sabab bo'lgan. Hatto liftlarda ham. Da, Men ya'ni eshitganim juda ham lift dangasalik bo'ladi. dangasalik sabab bo'lgan, bu uni plyus tomoni. Lekin minus tomoni bor. Masalan, BRICS-betlarda yoki kazinolar reklamasi chiqadi-da, haligi ko'rsatadi, mana bunday knopkalarni bosasiz, mana men bir kunda shuncha ming dollar pul yechdim. Mana shu yerdan yechib berishdi degan reklamalar. Mavzuga tegib ketdi hozir. O'ta Kimga? og'riqli mavzuga tegdi. Jamiyatda o'ta bir bolevой точкamiz nasha bo'lyapti hozir. Shu. Vaholanki hali joyga kirganlar sliv qilib yuboryapti-da pulini. Yaqinda bir anaqani ko'rdim. Post chiqarishdi. Hasanxon Yahyo degan domla bor, rasmiy O'zbekistonda. Shuni juma ma'ruzasini tarqatgan bolaga shtraf qilishdi 8 million. Sud tarafidan. Lekin bu yerda qimorni reklama qilayotgan bir qancha blogerlar bor-da. Boshqasi reklama qilib, ularga lekin hech qanaqangi bir chora ham ko'rilgan yo'q, bironta anaqa ham qilinmadi-da. Ha. O'zim ko'rgan bo'lsa, Instagram o'zini osib ham qo'ydi oxirgi anaqada. Shu O'zbekiston o'zida shu qimorda qo'yib. Misol uchun bunaqa vaziyatlar, holatlar ko'p. Shu narsalar kamroq bo'lishi uchun mayli ularni-ku to'xtatayotgan kerakli muassasalar bor. Biz ularga ilinmasligimiz uchun, dalnishim, shu illyuziyaga uchib qolmasligimiz uchun shu borada suhbat qilsak, ish suhbatimiz foydali bo'lsa, bizni ko'rgan, bizni eshitgan auditoriyaga. Masalan, tez muvaffaqiyatga erishishga harakat qiladi-da, buni sababi nima? Nima uchun sen shuncha narsa xohlayapsan? Misol uchun, katta bolalarning mashinasi, bitta Gentran bo'lsa, uyim bo'lsa, bitta chiroyli qizga uylanib olsam, bo'ldi. Mana shu shablon maqsadlar bor-da. Nima uchun shuni xohlaysan desa, shablon maqsadlar boshqa tarafdan kiritilgan maqsadlarda albatta, to'g'rimi? Ya'ni o'zi xohlamaydi. O'zidan so'rasangiz, любой onadan so'rasangiz, shu narsasidan ham yashayverasanmi hayotda desangiz, yashayveraman deydi misol uchun. Bu anglanmaganlik уже. Misol uchun Freydda Psixologiya bessознательного degan kitob bor, rosa qiziq. Shu narsani tavsiya qilaman, rus tilini tushunsangiz, o'qinglar. Shunda biz anglamaganlik sohamizda qancha narsalarni anglamay o'tib ketayotganimiz, qancha narsaga e'tibor bermay, neosознанно o'tib ketayotganimiz, shu illyuziyalarga aldanayotganimiz haqida tushuntirib o'tilgan. Endi maqsadlar, tez muvaffaqiyatga erishishni xohlashlarda aynan shu tochkaga udar beriladi. Mana ikkita knopkani bosasan, tezda muvaffaqiyatga erishding, tezda puling ko'paydi deyiladi. Lekin bu mashaqqatli narsaligini tushunishmaydi. Ya'ni ayni bir maqsadga, misol uchun bitta mashina olish uchun qancha mehnat qilish kerakligini, oson kelib qolsa ham uni оправдывать qilish uchun qanchalik qarzdor bo'lishini, masalan kreditga olganlarni hozir olayotgan bo'lsak, yoki kredit olib to'y qilayotganlar. Men palonchidaqa shablondaqa to'y qilishim kerak deydi. Misol uchun 25 ming, 30 ming dollarni sliv qilib yuborishadi o'sha to'yni o'ziga. Bir kun boy ko'rinish uchun. Muvaffaqiyat ham o'zi bir olib qaraganda bu nisbiy narsa-da muvaffaqiyat. Muvaffaqiyatda har xil tushunadi. Vaqtda ham muvaffaqiyat haqida o'zi mashina olish bu muvaffaqiyatmi yoki bir muvaffaqiyatga yetmadimi hali hozir?
Misol uchun, Muvaffaqiyat ilmiy muvaffaqiyatlar bor, misol uchun. Hayotdagi muvaffaqiyatlar bor. Nisbiyroq-da bu tushuncha. ha, nisbiy. Misol uchun, mezon har xilda. Misol uchun Moskvada, misol uchun universitetda zo'r o'qigan odam muvaffaqiyatli hisoblanar yoki Mercedes'i bor odam muvaffaqiyatli hisoblanar. Batda 18 yoshga kirganda уже Matiz'i bo'lsa muvaffaqiyatli hisoblanadi как-то. Agar ota-onasi poddержкасы kuchli boy odam bo'lmasa, Matiz'i bo'lsa, bolani o'sha o'zini kurtoyroq hisoblaydi. Karillashni boshlaydi, egosi bo'yicha qandaydir boshqacha o'zini поведенияларni tutadi. Kuzatganlarimni aytyapman. Agar jentra bo'lsa, u вообще-mi? Va jentra bo'lsa, oyog'ini uchida ko'rsatadim bilmadim o'rtoqlarini. Shu misol uchun mani yaqinda Jamshidxon Ziyoxonov bor-u, subyektivda oldingi olib boruvchisi. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Gapiravering. O'sha Jamshidxon Ziyoxonov Shveysariya haqida video tayyorlabdi-da, o'zini alohida blogini yurityapti. Shveysariyada muvaffaqiyat ularning boyligi bilan emas, muvaffaqiyat qanchalik sokin hayot kechirayotgani bilan o'lchanishini aytdi-da. Hatto maqtanish, uy bilan maqtanish trenddagi narsa emas. Уже ancha rivojlanib ketganligi haqida chiroyli ochib berdi. Hattoki odamlar mashinada emas, agar ishxonasi o'sha Shveysariyada qaysi bitta shahardan o'tayotgan daryoni bo'yida, o'sha yaqinroq joyda bo'lsa, o'sha daryoga kalla tashlab suvda suzib yetib olish как-то trend. Agar ko'rgan bo'lsangiz. Endi ko'raman. Liseyda ham trend bor. Men bunga o'zim guvoh bo'ldim. Kvartira snimat qildim men. Kvartirada bitta xona to'la kitobda, javonda. Qo'ya. Javon to'la kitob ekan. Zo'r. Men sravnit qildim biz bilan, o'zimiz bilan. Biz uyga kirsangiz, javon to'la yo idishda bo'ladi. Ha? Yo sonda ustiga ko'patashga ilib qo'yishgan bo'ladi. Ko'patashi. Ko'patashda hayotda o'tirmaysiz-da, hayotda o'tirilmagan ko'patashda, yozilmaydi ham. Ha. Ehtiyoj. Mehmon yeb qoldi. Ikkitasi ishlatiladi xolos tepadagi. Ha. Qolganlari gapni ochiq to'planib bosib chiqib ketadi, ishlatilmaydi ham. To'g'ri. Keyin men o'zimiz bilan solishtirdim Rossiyani farqini. Rossiyada shu kitobga ko'proq mehr berilgani uchunmi bilmayman. Rossiyani o'zida 6 ta 7 ta anaqasi bor. Kichkina shaharda ham bir izdательский domlari bor-da, kitob chiqaradigan. Xonalari bor, juda ham ko'p. Qadamli kutubxona. Bizda qadamda apteka. Ha, qadamda apteka, to'g'ri. Qadamda apteka, qadamda ovqat do'koni. Bu yerda kitob topish osonroq. Ya'ni kitobga ham bir qiziqish trendga aylantirsa qandaydir shu illyuziyadan qutulishga imkon bo'ladimi deb o'ylayman. Ha, endi bizda ham men tez-tez kitob do'konlariga kirib turaman. Farg'onada sentr qismida serob kitob do'konlari. Oldingi bir 5 yillikka qaraganda oldingi 5 yildan ko'ra oxirgi payt kitob do'konlari ko'paydi. Anu Ziyo kitob do'konlarini ochinglar degan dastur ketdi-yu. Unda ham ko'pchilik burchagiga 4 ta kitob olib qo'yib, ba'ni oziq-ovqat butkasi qo'yardi. Yo'q, endi u burchakda kichkina kitob turibdi, to'la oziq-ovqat. U Ziyo anaqasi nomi yo'q qo'ygan xolos. Nomi uchun qo'yilgan. Ha. Lekin shuni ta'sirida haqiqiy kitob bilan shug'ullanadigan odamlar ham ko'payib qoldi. Yaxshi o'sish bo'lyapti. Hatto biz kutgan darajada tez bo'lmasa-da o'sish bo'lyapti. Nima deysiz? Talabga qarab taklif degandek bo'ladi deydi. Endi talab bo'lsa, taklif albatta shunga qarab bo'ladi. Ha. Ha. Misol uchun bitta boladan so'radim. Xo'p, uylanding, xo'p, jentra olding. Keyinchisi, keyin yashab yuraman, keyinchi bolali bo'laman, keyin qariyman, qarigandan keyin nevarali bo'laman, keyinchi desam, событияларni aytyapti, oxirida o'laman degan narsani gapirmayapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni umr ikkita nuqtani oralig'i desak,
o'sha nuqta oralig'ini dostoyni bosib o'tishda просто iste'molchi bo'lib qolishda bas. Ya'ni bu Ya'ni dunyoga kelishda bizda maqsaddan ham kichkina qo'yiladi-da, juda nima deydi? Bizda shu orzu qilganni ham qo'rqitib qo'yishgan bizni. ha, orzu qilma. Yoshligimizda bolani so'raladi, yosh kim bo'lsa katta bo'lsang desa, kosmonavt bo'laman deydi. Prezident bo'laman deydi. Katta bo'lgandan keyin sekin-sekin orzular o'zgara boshlaydi. Kosmonavt bo'laman degan odam, uchuvchi bo'laman degan odam endi taksida qilaman deydi yoki usta bo'laman deydi. Ya'ni orzu ketavermaydi o'shanaqasi bo'yicha. Katta orzular уже ba'dan уже sig'ula boshlanadi-da, tazyiqlar. Misol uchun oilada boshlanadi. Sen qanaqa kosmonavt bo'lasan? Kosmonavt bo'lish uchun sendan chiqmaydi kosmonavt deydi, уже orzu sinadi уже. İşte. Ya'ni oilada ham ancha tazyiqlar bo'ladi o'ylayman anaqaga. Da, misol uchun yaqinda jadidlar haqida podkast ko'rdim. Jadidlar upor berib harakat qilgan soha bu ta'lim sohasi bo'lgan ekan. Ya'ni ta'lim sohasini kuchaytirsak, o'shunda xalq uyg'onadi, o'shunda xalq o'sadi deyilganda, men shu fikrga 100% qo'shilaman. Ta'lim sohasida yangilanish, o'g'nalish qilsak, kerakli pedagogik kadrlar kelsa yoki yetishtirilsa, kerakli pedagogik kadrlar, menimcha bolalarga shu maqsadingga erisha olasan degan narsani ko'proq bera oladi. Hali bitta jenter ovosing yetadi-da. Cho'pon bo'laver, qo'ydi kim boqadi, hamma ministr bo'lib ketsa deydigan o'qituvchilar ham bor-da. Bunaqalar ham topiladi. Ha. Lekin men gapiravering. Gapiravering. Men aytganim, bizda kadrlar jicha hali e'tibor unaqa katta bo'lgani yo'q ta'lim sohasidagi kadrlarimizga. Chunki men o'zim ko'rganim, o'zim eshitganim ham katta o'sha universitetda o'qib kelgan insonlar qaytib keldi, katta kimyo sohasida ilmiy ish qilgan Germaniyada yoki boshqa joylarda. O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin unga 1,5 million, 2 million taklif qilyapmiz. Xorijiy anaqani diplom o'tmas ekan bizga hali. U odam xorijda o'qidi, diplom ishlatildi. O'zbekistonga kelganda уже kadr qandaydir anaqa yetarli anaqa berilmayapti. Unda men bitta anaqani ko'rdim. Turkiyani prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an degan odam, Erdo'g'an, uni kuyovi bor. Selchuk Bayraktar degan kuyovi bor. Selchuk Bayraktarni o'zi kuyov qo'ygan, u bola dron sohasi bo'yicha shunaqangi ish qilgan ekan, bespilotli samolyot ishlab chiqargan. Ixtiro qilgan. Bespilotli, u hozir Ukrainaga shu bilan ta'minlayapti. Ukrainani ta'minlayapti shu samolyotlar bilan. Rossiyaga ham sotyapti ikki tarafdan. Shu yigitga Amerika taklif qilgan. Katta summa pul taklif qilgan, bizga kelsang degan, shunaqangi sharoit qilib beramiz degan. U bola vatanparvarligi tutib, men borayman degan, buni bilgan Erdo'g'an keyin unga sekin qizini ham bergan, kuyov qo'ygan o'ziga. Hozir ular yangi anaqa stansiya qurishdi, ilmiy anaqa, adashmasam Farg'ona degan anaqa qurgan. Stansiyasi bor, ular ilmiy stansiya qurgan Turkiyada. Astronomik. Farg'onaning nomini qo'yishgan. Alfraganus. Alfraganus, ha. Adashmasam Shavkat Mirziyoyev ham shunga ishora qilib ketdi. O'zbekistonning birinchi fuqarosini chiqarishmoqchi koinotga. Mana bilishim bo'yicha hamkorlikda Turkiya bilan. Birinchi O'zbekiston fuqarosi koinotga chiqadi yaqin orada, shu anaqasi bor ekan. 26 yoki 28 gacha chiqarish planlari bor ekan. Yaxshi, zo'r. Ya'ni O'zbekiston fuqarosi ilk bor chiqqan bo'ladi koinotga. Hayy. Biz maqtanaveramiz keyin. Gagarinlar keyin Palonchi Pistonchiyev O'zbekistondan, nima? Ya'ni shunaqangi harakatlar ham ketyapti o'sha. Maqsadlarni endi kattaroq qo'ysa ham bo'laradi o'ylayman, kichkina anaqa bilan chegara qo'ymasdan. Da, endi bitta maqsad qo'yishda nimaga qarab qolinyapti?
poslovitsa bor, ko'proq yaponlarda, xitoyliklarda ishlatiladi bu narsa. Ishoraga ko'rsatayotgan barmoqqa emas, ishorani o'ziga qara deyilganda, ko'pchilik barmoqqa qaraydi. Ya'ni voy barmoq zo'rligini, yo'q, barmoq ko'rsatayotgan tomonga qara degan narsaga e'tibor bermay qolishadi. Bu nima degani? Ya'ni faqat tashqi ko'rinishga e'tibor berilyapti-da, mohiyatga e'tibor berilmayapti. Misol uchun, krutoy odam deganda, oldin menimcha shu не только tashqi ko'rinishi, kiyimi zo'r, aql, intellekti, tushunishi, donoligi yuqori bo'lgan odamni ham odamga nisbatan aytilganda krutoy deb. Hozirda krutoy deganda faqatgina hali deb ko'chani buzib gap gapirsa-yu, jentrasi bo'lsa-yu, misol uchun, yana jentraga oqilyapmiz-ku. Shu shablon как-то, shu shablon ko'pchilikka o'rnab qolgan. Yoki iPhone 17 ishlatsa eng krutoy hisoblanadi. Ya'ni bunda ichki olam qolib ketyapti. Miyani shakllantirish, egosini shakllantirish, ya'ni super egoni. Shu yerda auditoriyamiz super ego haqida biladimi? Freyd nazariyasi bo'yicha. Menga bilishmasa kerak. Shu haqda qisqacha berib tushunarliroq bo'ladi. Berib o'tiring, men. Freyd nazariyasi bo'yicha aytiladi, insonda ego bor. Buni o'sha ichida bor narsa ego, plus tomoni shundaki, biz svetoforda oldiga kelganimizda mashina urib yormasligi uchun hisob kitobini olib, yo'ldan qanday o'tish strategiyasini tuzadi. Qornimiz och bo'lganda Zigmund Freyd. Zigmund Freyd haqida gap ketyapti hozir, Freyd deganda. Zigmund Freyd. Egoni tabiatini tushuntiradi. Misol uchun qornimiz, oshqozonimiz ochlik hissini his qilganda miyaga signal beradi va miya dan signalni qabul qilgandan keyin ego qanday qilib non topish, qanday qilib ozuqa topish strategiyasini tuzadi. Misol uchun jijida birinchi o'sha strategiya yig'lash bo'ladi. Yig'lashni juda yaxshi o'rganib oladi jiji. O'sha yig'lasam, demak ko'krak tutishar ekan deydi. Например. Yoki kimdandir nimadir undirmoqchi bo'lsa, unga qanday muomala qilish haqida strategiya tuzadi. Bu ego deyiladi. Ya'ni u plusga ham, minusga ham ishlashi mumkin. Mana misol uchun sizni ochlikdan saqlab qolishi, mashina urib ketmaslikdan saqlab qolishi bu egoni normal pozitsiyadagi, normal ham bo'lmaydi, qandaydir o'zi назначенияsi bo'yicha ishlashi. Nima deysiz? Inson o'zini himoya qilish instinkti. O'zini himoya qilish instinktiga foydali narsa. Lekin ego shu darajaga yetadiki, men bu oilada kattaroqman. O'zimni qana tutsam, meni kattadaqa qabul qilishar-ekan deydi-da, ovozini yo'g'onlashtiradi. Shunga o'xshab g'alati lapanglab qadamlar tashlaydi, hali shep kelyaptilar deb prikol qilamiz-ku. Ego shunaqa illyuziyalarni yaratib beradi. Biroz terminlarni tushuntirib kelsak, egoni nafs desak bo'ladimi? Nafsga qiyos. Bo'ladi. Ko'pchilik tushunarli bo'lishini, nafsni anaqasi. Endi super ego bor. Bu super ego oila, jamiyat, atrof muhit tomonidan normalarni kiritib borilishi. Bittani egoga programma, buyruq kiritib boriladi. Misol uchun, kimnidir cho'ntagidan pulni o'g'irlab qo'ymasligi uchun. Buni vijdon desa bo'ladi, super egoni. Misol uchun, kimnidir cho'ntagida puli chiqib turibdi, o'shani tortib olib qo'ysam bo'ladi, lekin tortib olib qo'ysam bu hozir obedsiz qoladi. Yoki qadr ketayotgan o'sha pulni ishlataman mo'ljal qilgan bo'lsa, o'sha puli yordam bermasa ishi bitmay qoladi degan tushunish, vijdon degan narsa. Yoki kimnidir hozir bitta uradigan bo'lsam, yig'laydi, xafa bo'ladi, zarar keltiradigan narsani tushunish. Bu mumkin emas degan qoidalarni tushunishi.
va shuni kontrol qila olishi bu super ego deyiladi. Ya'ni biz maktabda ta'lim olishimiz, matematikani o'rganishimiz, har xil fanlarni o'rganishimiz bu super ego deyiladi. Ba'zilarga super egosi yaxshi ishlarkan desam, egoist ekanmi deyishadi-da. Super ego yalangan ekan desam, egoist ekan deyishadi. Yo'q, nabarot super ego bu sizga ayni vijdon degan territoriyani tushuntirib beradigan narsa insondagi. Shu. Endi odam shu egoga ko'p ham yopishib olish emas, aynan shu super ego territoriyasida ko'proq shug'ullanish kerak, ya'ni anglash bilan. Tarbiyalash kerak o'zini o'zi. Ha, misol uchun faqat nafs uchun emas, insoniyatga foyda keltirish uchun harakat qilish kerak. Mana bu keladigan mashina, dang'illama uy, bu побочный effektlar. Misol uchun qanchadir odamga hayotingiz davomida yordam berib yurib ketaverasiz, hayotda kimdir sizga qarsa siz kutgan orzu qilgan telefonni podarka qiladi. Masalan, o'rtog'im falsafa bo'yicha o'qib izlanib yuradi, studentlarga maslahat beradi. Aka, uydagilar bilan urushib qoldim, uydagilar bunday deyapti, qaysi o'qishga kirsam ekan desa, maslahat berib yo'naltirib yuradi. O'zi ham kitob sotadi. Kitob ichida odam. Bir kun aytadi, qo'lida zo'r telefon ko'rdim. Telefonlar zo'r desam, yangi chiqqan o'sha paytda Redmi 11 Pro. Men bu olaman deb yurgan telefonim edi. Qo'lida ko'rib, zo'r-ku desam, shoirdim podarka qildi dedi. Ya'ni menga telefon olib berasan deb emas, prosta insoniyat uchun nimalardir qilavergan. Ya'ni studentlar uchun. Aytsin, menda qachon shunaqa shogirdlar bo'lar ekan deb. Yo'q, o'sha mendan bo'lyapti. Bo'lyapti o'sha. Ha? Bo'lyapti bunaqa shogirdlar ham deyman. Ha, meni zalga tatamida kim qilib berdi deb o'ylaysiz? Uni ko'payorsa bunaqa shogirdlar bo'lmasa. Ha? Ko'payorsa bunaqa shogirdlar bo'lmasa. Ko'payorsan. Xuddi shunday, faqatgina iste'molchi emas, bunyodkor bo'lishimiz kerak bu hayot. Ya'ni mavzuimiz shunaqa bo'lyaptiki, maqsad kattaroq qo'yish kerak, oliyroq maqsad qo'yish kerak. Insonlarga foydasi teggan maqsad bo'lsa, maqsadi shaxsan o'ziga emas, boshqalarga ham foydasi tegsin, jamiyatga. Qolgan ishlar shu o'rinda bo'laveradi. Qolgan ishlar. Da. Misol uchun, Karl Gustav Jungni tushunchasi haqida ikki og'iz gapirib o'taman, u ham psixolog, psixiatr bo'lgan. Tashqariga qaraganing sari, tashqi narsalarga qiziqqaning sari san mudrab boraverasan, uyquga ketib boraveradi sani onging, sani qalbing deyishimiz mumkin. San ichkariga qarab, ichkariga boqqaning sari, ichkarini chiroyli qilib shakllantirganing sari san tobora uyg'onib borasan deydi. Nima degan? Biz bilimlarni fundamentalni kuchaytirishimiz o'zimizda, ya'ni atrofdagilar uchun krutoy ko'rinish uchun emas, yoki kimnidir bahsda yengib chiqish uchun emas, insoniyatga qilgan kashfiyotimiz, qilgan narsalarimiz, yaratgan kitoblarimiz, yaratgan texnologiyalarimiz foyda keltirishi uchun bilim olishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Ba'zilar o'sha ingliz tilidan zo'r o'rganib qo'yadi, 7 IELTS oldim deb krutoy bo'lib o'zini katta professor his qilib yuradi. Albatta, ego uni уже rukovodить qilayotgan bo'ladi. Uni nafsi rukovodить qilayotgan bo'ladi. Aytadi, sen shuncha yil mehnat qilding, shunga yarashsan krutoysan deydi. Qandaydir ob'yom beradi u odamga ichkaridan. Ba'zilar bor, taxoyda yursa ham, taxoy mashinada yursa ham oddiy sodda tutadi, chunki u qilayotgan mehnatni oldida bu taxoy kichkina побочный effektda, u qo'ygan maqsadni oldida taxoy mashina bu kichkina побочный effekt, ya'ni natija. Hali u maqsadning oxiriga yetib bormadi. Misol uchun butun insoniyatni baxtli qilmoqchiman degan bo'lsa, butun insoniyat hayotini farovon qilmoqchiman degan texnologiya yaratmoqchi bo'lsa. Masalan. Men yana bir naqa savolim bor edi.
Hozir O'zbekistonda ham ancha tarjima anaqalar ketyapti. Turli kitoblar tarjima qilishyapti o'zbek tiliga. Ha? Bu xorijiy kitoblar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin. Sizni fikringiz qanaqa shu g'arb falsafasini tarjima qilinishi bizga? Bu foydali bo'ladimi keyinchalik yoki bu ta'siri ham bo'ladimi bizga qanaqadir? Xo'p, Filtrlash kerakmi demoqchiman, ya'ni filtr bo'lishi kerakmi odamda o'zida? bitta narsa, bu dunyoga yolg'iz keldikmi, yolg'iz ketamiz deydi. Mhm. To'g'rimi? Bu qaysi falsafaga to'g'ri keladi? Yolg'iz kelib, yolg'iz ketish bizdan qanaqamizga to'g'ri kelmaydi. Chunki yolg'iz kelgan bo'lsangiz amallaringiz yo'q bo'ladi-da. Bu yerda ketish paytida o'sha yo gunoh bilan ketasiz bir dunyo yoki savob olib ketasiz. Ну, bo'pti o'sha yo'q, Islom tushunchasi shunaqa. fizический ma'noda nima qilyapman. Bir o'zing kelding va bir o'zing ketding. Fizический, misol uchun. Ha, fizический, moddiy. Taning. Bitta o'zi keldi, bitta o'zi ketadi o'sha. Ha? Islomda shunaqa ham. Bora, xuddi shunday bizda Afrika tomonlarida bizda jamoalashuv bor mentalitetimizda. Misol uchun bitta bolani taqdirini ko'pchilik hal qiladi. 18 dan o'tgan bo'lsa ham. Individuallik narsa yo'q. Tushunyapsizmi? Misol uchun 18 ga bitta bolaga 7 mahalla ota-ona deydi. Ha, 7 mahalla ota-ona. Xo'p, agar u 7 mahalladagi odamlar hammasi ham o'qimishli bo'lmasa-chi? Mayli, o'qimishli bo'lmasin, hammasi ham o'zini anglagan bo'lmasa-chi? Yo'q, endi bu 7 mahalla ota-onaga sababi jamiyatda o'ta bir erkin tutolmaydi o'zini baribir. Misol uchun sigaret cheksa ham darrov qo'yadi-da, chunki mahallamda aytib qo'yish mumkin deydi. Yomon anaqada to'sib turadi xolos bular. Yo'q, yomon narsa. Unga hech kim yo'l ko'rsatmaydi-ku, misol uchun sen falon o'qishga kirasan deb hech kim qilmaydi. Yomon anaqa to'sish uchun xolos bu anaqalar. Jamiyat shunga kerak xolos. Albatta. Lekin g'arb adabiyotlar ko'proq individuallashishga nima beradi? Turtki beradi. Misol uchun Zukkolar va Landavurlar degan kitob tarjima qilingan 2023 da chiqqandi, as-sahiydan adashmasam. O'shunda ham odamga zo'r motivatsiya beradi. Siz birdan bo'lib harakat qilishingiz degan narsalar emas, individual holatda siz ko'p narsaga qodirsiz degan narsalar. Ya'ni men aytayotgan narsam shuki, ba'zi anaqalar kitoblari bor, misol uchun g'arbda o'zim ko'rib chiqqanlarim. Jon Kefning kitoblari misol uchun psixologik ko'p anaqa o'z targ'ibotini qiladi. Keyin Kimi? David Friedmanning kitoblari bor, ba'zi kitoblari. O'zi ateizm ko'proq anaqa qiladi. Urg'u beradi-da. Jon Kef ham hisobda ateist hisoblanadi u ham. U ham ateistik anaqalarni ko'proq yoritadi. O'zi ateistman deganmi qaysi bir intervyusida? Yo'q, intervyuda aytmaydi, lekin g'oya shunga anaqa qilib boradi-da, sekin olib boradi o'shanga baribir. Zigmund Freud o'zi ham endi u ham psixoanalitika bilan anaqa qilgan, lekin ko'p anaqasi o'zi ko'p fikrlarga qo'shilmaydi ko'pchilik bizda. Xosatan yaqinda ko'p ahli ilmlar ham hozir shunga udar qilyapti, siz aytgan bo'lsangiz. Kimga udar qilyapti? Freydga. Mana shu yo'q, g'arbdan anaqasiga ko'proq udar beryapti. G'arbdan olgandan ko'ra deyapti, g'arbni shakllanishga o'zi biz asos solganmiz deyishyapti. Albatta. Undan ko'ra o'zimizda anaqalarga ko'proq urg'u bersak qanday bo'lar ekan degan narsa bo'lyapti-da, o'zimiz adabiyotlariga ko'proq. Masalan, agar ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda bir kitobni tarjima qilishdi O'zbekistonda, muqaddima tarjima qilindi. Ibn Xaldun. Keyin Ibn Tufayl kitob tarjima qilindi. Ibn Yakazon tarjima qilishdi. U aytilyaptiki, shu Robinson Crusoe'ni asarini deyapti, fundamentda shu kitob o'tadi deydi. Ibn Tufaylda, Ibn Yakazonda shu historiyada, ya'ni falsafani tushuntirib bergan deydi kitobda deydi. Men o'zim o'qimadim, lekin o'qish niyatim bor shu kitobda ham bir qator.
agar Robinson Kruzoni ko'rgan bo'lsangiz, Robinson Kruzo ko'proq xristianstvoni o'zlari propaganda qiladi. Asarda Ha, o'qisangiz, ha. orolga tushib bo'ladi va boks topadi, bu nasroniylikka ko'proq urg'u beradi. Mhm. Ну, misol uchun gapiravering, uzr. Hayim Yakazonda Allohni topsa bo'ladi deydi inson. Mhm. Agar bir orolga tushib qolsa, tashqi omillar ta'sir bo'lmasa ham deydi, insonning fitrati haq topishga yordam beradi deydi. Hmm. Insonning fitratiga bizda dinimiz fitratga moyil din, chem xristianство yoki boshqa dinlarga nisbatan. degan anaqani olg'a surgan shu. Fitrat nimaligini shartta yoritib ketsangiz do'stim. Fitrat insondagi tabiiy narsalar. Shu tashqi anaqasiz topib borish fitrat insondagi. Soflik. Sof tozalik fitrat. Hayvonda ham bor fitrat. Hayvonda ham bor. Misol uchun deydi, misol keltirib fitratga misol keltirishadiki, tuyani deydi, bolasini olib qo'ysang deydi. Tuyadan misol keltiradi arablar ko'proq. Bolasini olib qo'ysang yig'laydi, yuqoriga qarab nido qiladi. Yoki bola deydi, emishi deydi, ko'kragida emishi deydi. Bola o'zi topib boradi, birov o'rgatmagan deydi, qatdan qilishi deydi. O'zi tabiiy narsa bor deydi, fitratga shu narsa fitrat deyishadi. Misol ovqat yeyishda ham bizga birov o'rgatmagan, qanday yeyishdi. To'g'ri. Og'izga solsan, chaynaysan demaydi-ku, o'sha o'zi olib chaynaveradi o'zi. To'g'ri. Nafas olish yoki yurish. Qadam tashlab qanaqa turayoqlab yurmaydi, oyoq bitta oyoq bilan yuradi. Shuni ham o'zi qiladi. To'g'ri. Insondagi shu fitrat ani. Tabiiy anaqalar. Sizni fikringiz qanday? O'sha adabiyotlar tarjima qilinsinmi yoki tarjima qilinishi ko'proq salbiy narsa, salbiy ta'sir qiladimi? Men o'zimning fikrim shunaqaki, agar inson o'zida agar tushunchasi to'g'ri bo'lsa, misol uchun. To'g'ri tushunchadagi inson har qanday adabiyot o'qishi mumkin. Ya aqidasi to'g'ri bo'lsa, e'tiqodi to'g'ri bo'lsa, o'qisa bo'ladi, bemalol. Uni filtr bor-da. Ha. Jamiyatda agar filtr yo'q bo'lsa, filtrsiz o'qiyotgan bo'lsa, u o'sha xavfli narsa kelib qo'ygan bo'lamiz biz. Mana men yaqinda bir anaqani o'qib qoldim. Peterburg shahrida 14 mingga yaqin diski magazinlar yopildi. Ovoz yaxshi kelmadi aka. Aytmoqchim, Sankt-Peterburg shahrida demoqchiman, 14 mingta diski magazinlar yopildi, 14 mingga yaqin. Sabab? Sabab savdosi bo'lmagani uchun. Oh. Savdo bo'lmayapti, ya'ni yosh bolalarda do'konida savdo yo'q. Bu tug'ilish Rossiyaning o'zi kamayib ketganini bildiradi-da. Ha. Ya'ni Rossiyada juda ham katta miqdorda tug'ilish pasayib ketdi o'sha. Shuna hisobiga yopildi magazinlar. Rossiya ham g'arb anaqasini ko'proq tarjima qiladi kitoblarini. Ularda ham hattoki ularda eng katta yo'qotish shu bo'lganki, ularda filtr yo'q edi boshdan bosh. Bir o'zini e'tiqodi yo'q edi, filtrsiz adabiyotni tiqdi. Oxir oqibat nima bo'ldi desangiz, hozir tushuncha shunaqa bo'lyaptiki bo'lardi. Yosh bola bilan yashash bu bosh og'riq deyapti. Farzandli bo'lish bu muammo o'sha. O'qimay qo'ygan qatlam uchundir balkim. Rossiyada naborot o'qiydigan anaqasi ko'proq. Qatlami ko'proq Rossiyada. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'taman. Biz muammolarga muammo deb qaraymiz, qandaydir? Shu muammo kerakmidi hozir menga deymiz-ku. Buttan rossiyaninlar bolam turgan bitgan muammo nima qilamiz? Er-xotin yashab yuraveraylik, даже nikoh qilmasdan ham gражданский брак qilib yuraveraylik. Sen ham yaxshi yuribsan, men ham yaxshi yuribman deydi. На самом деле har bitta problemani ham o'zini gashti bor. В каком смысле aytmoqchiman? Bu problemaga kiring, problema bu siz uchun zo'r narsa demoqchi emasman. Sizni hayotingizda sizni nimagadir o'rgatadi. Tajriba bo'ladi.
Da har safar pressingga udar yurganingizda bu hayotdagi problemalar pressingiz qatib boradi. Har safar jog'ingizga udar tushib, knockdown holatiga tushib qolaverganingizda siz sekin-sekin knockdownga tushmaydigan darajaga yetishni boshlaysiz. Qayta sparinglar natijasida. Hayotdagi har bitta bosqichda shuna bosib o'tish, menimcha, shu narsa bo'lsa kerak. Misol uchun bitta bolani tarbiyalanmasa, bitta bolani tarbiyalashdan qochsa, u yerdagi insoniyatga qanaqa foydasi tegadi? Misol uchun-da, agarda odamni назначенияsi insoniyatga foydasi tegish bo'lsa maqsadi. Просто parazit bo'lib yashash uchun kelmadik-ku biz kimnidir hisobiga. Просто. Adabiyotini sevgan bo'lsangiz uncha targ'ib qilmaydi. Shaxsiyatlarga ko'proq targ'ib qiladi ular. Rivojlanishga. Ya'ni o'zingni o'yla, o'zingni bil, ko'proq shaxsiyatlarga urg'u beradi. Motivatsion adabiyotlar bor, shaxsiy nimaga urg'u berishda. Misol uchun, yana aldov joylari bor, hali siz kutmagandingiz sizdirib kirgizib yuborishadi. Desa, san odamlarga yordam berish uchun birinchi o'zing kuchayib olishing kerak deydi. O'zing kuchayib olsang, qachonki boy bo'lib ketganda o'shunda bemalol yordam beraverasan degan tushunchani ham berishlari mumkin. Hozir mana juda ham ko'p yozuvchilar, endi yozuvchi hisoblashadimi, yo'qmi? Ko'p shunaqa adabiyotlar chiqib ketdi. Как сделать 10 минут человека счастливым, как сделать за 2 недели человеком, как за 5 секунд стать богатым. degan narsalar ko'p. 1 million bo'yishni 1 millionlik boy topishni yo'lini o'rgatgan odamga kitob olinglar deydi-yu haligi. Shu. Boyishning ming xil usulini yozgan odamga sadaqa qilinglar degandek gap-da bu. Lekin men bir qancha anaqalarni ko'rgan bo'lsangiz ham, mana shu o'zlari kitob yozgan, masalan, Napoleon Hill bo'lsa, mana shu boyish haqida yozgan odam o'zi kambag'allikda o'lgan ekan. Bir chaqansiz bo'lgan ekan Napoleon Hill o'zi. Dale Carnegie yolg'izlikda o'tgan deyishadi, olamdan oxirgi anaqalarida. O'zi notiqli odamlar bilan odam shavanda bo'ling degan deb yozgan Dale Carnegie, lekin siz aytishingiz bo'yicha-da yolg'izlikda o'tgan. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, kitoblarning hammasini praktikaga qarab turib, chunki men o'zim ko'p kitob o'qidim, lekin praktikaga soladigan bo'lmaydi ko'pi. Da. Praktika bilan solishtirib ko'rish kerak, sinab ko'rish kerak. Bittasiga odam bilan bahslashib qoldim-da, gaplar shunaqa ko'p kitoblarda o'zi shunaqa bo'ladi, o'zi praktikaga solsang ishlamaydi. Desam aytayaptiki, mingta holatdan deyapti, bittasi ishladimi deyapti, kitobda anaqa deyapti, ssenariy deyapti. Bo'ldi, hisob deyapti. 999 marta ishlamagan bo'lsa, u bizga qiziq emas. Bu ishlaydi deb qo'yilar ekan kitobga. Yaxshi masomi. Ular uchun praktika anaqa ekan. Misol uchun 1000 marta urindingiz, bittasi ishlab qoldi. Ular uchun bo'ldi, bu ishlaydigan holat. Bu hali ularga qiziqtirmas ekan. Bu menga hali narsani eslatyapti. Sityoy marketing bor, piramidalar. O'shunda piramidada ishontiriladi. Siz bir oydan keyin 2 ta odam olib kelsangiz, o'zingizdan keyin 1000 odam tushirasiz. 1 yilda qarabsizki, 40 million so'mda 40 million so'm 40 million so'm premiya beriladi sizga oylikdan tashqari deb tog'lar va'da qilyapti. Keyin haqiqatan 40 million berasizlarmi desa, ana palonchi 40 million oldi-ku deyshadi. Ya'ni bir kishida o'xshadi deb ko'rsatib qo'yiladi-da, qolgan holatlar uchun atvichат qilishmaydi. Misol uchun. U bir yilgacha o'tiradimi, hali yo'qmi? Shunisi ham bor. Keyin yana shunaqa narsa bor. Tasodifan ishlab qolishi mumkin. O'sha moment kelib qolishi mumkin. Misol uchun nima bor? Teoriya Hausa degan narsa bor.
tartibsizlik teoriyasi bor. O'sha tartibsizlik teoriyasida aynan man shu kitob bo'yicha mana narsani 100 marta qaytaruvdim. Mana shu gapni 100 marta qaytaruvdim, $100, $100 deb. Ertasi kuni menga $100 shotimga pul tushdi yoki dadam $100 berdi. Deydiganlar bo'ladi-da. Vaholanki dadasi bir oy oldin shu o'g'limga velosipediga $100 pul to'plab qo'yaychi degan, u даже velosipedni o'ylashidan oldin. Yoki shu $100 o'ylashidan oldin-da. Misol uchun men ham ba'zida bas o'sha bundan bir 5-6 yil oldin ishonardim tortish qonuni degan narsaga. Hali Secret degan film chiqdi-ku. Cho'lda pul tursa to'p kiradigan qanaqami? Yo'q. Siz miyangizda nimadir o'ylaysiz, va shu fikrni qaytarasiz va hayotingizga aynan shu fikrda nimani o'ylagan bo'lsangiz, shu narsani tortib olasiz deb tushuntiriladi. Misol mashina haqida o'ylaysizda, o'sha mashina hayotimda bor deb tasavvur qilasiz, o'sha mashina minib ketayotganingizni tasavvur qilasiz. Ruli qanaqa rangda, uni rulini ushlaganingizda nimani his qilyapsiz, gazni bosganingizda qanaqa ощущение bo'lyapti, yo'lda ketayotganingiz ko'zingizni yumib vizualizatsiya qiling, tasavvur olamingizni shakllantiring deyiladi-da. Na samom деле, men bu narsani sinab ko'rganman. O'sha paytda qiziq, vau. Mashaqqatli mehnat qilmasdan osongina просто divanda ko'zni yumib tasavvur qilsa kelaverar ekan-da deganman. Hayotiy misollarda ham ko'rsatishgan-da. Misol uchun mana palonchi mana narsani orzu qilgani uchun hayotida shu narsa paydo bo'ldi. Yoki palonchi $100 $1 patologiyaga yopishtirib qo'ydi-da, $1,000,000 orzu qiluvdi. $1 banknotani orqasiga 6 ta nol chizib, patologiyaga yopishtirib qo'ydi. Har safar uyqudan turganda, uyquga ketishidan oldin shu $1,000,000 haqida o'ylaydi vaqti kelib hayotiga shu $1,000,000 kirib keldi deb hayotiy misollar bilan film olishgan, hujjatli film deb. Bunga juda ko'pchilik ishongan. Filmda noto'g'ri narsa aytilgan deyolmayman, lekin ko'pchilik noto'g'ri tushungan. Film o'zi noto'g'ri tushunmagan. Ko'pchilik ishlatib ko'rganda ishlamagan bu prinsip. Misol uchun siz aytgandek 100 tadan bitta, 1000 tadan bittasida ishlaydi. Men ham xursand bo'lardim hayotimda tortish haqida o'ylab turib 10 ta orzuyimdan bittasi tappa o'xshab qolsa, o'xshayapti deb tortib olyapman. Muvaffaqiyatga yo'lni aytadi ko'pchilik. Muvaffaqiyatga erishish uchun tinmay harakat qilish kerak, tinmay yana qilish kerak. Yoki odamlar anaqasini o'rganishadi, ko'pchilik qiziqishadi muvaffaqiyatga. Qanaqa erishdi ekan muvaffaqiyatga degani qanaqalarda? Men boshqacharoq fikr qilaman mana shu narsaga. Masalan, qanday? Muvaffaqiyat bu unikalniy narsa-da, insonning o'ziga bog'liq bu. Ya'ni muvaffaqiyatga erishgan odam uchun to'g'ri vaqtda kelib qolgan, to'g'ri odam bilan uchrashib qolgan, to'g'ri paytda investitsiya qilgan misol uchun. To'g'ri anaqada qilganda, ko'p narsa to'g'ri anaqa paytda qilgan. Mos kelish kerak, juda ko'p narsalar. Uni takrorlash ham qiyin. Qiyin masalan takrorlash uni, lekin muvaffaqiyat takrorlash. Inson So'cha Steve Jobs ham to'g'ri paytda o'sha Apple'ga yana qilgan, asos qilgan, to'g'ri paytda kompyuter ishlab chiqargan. Momentga to'g'ri kelib qolgan, Ko'p odamlar so'rasa shunaqa deydi. Men qaysi uchrashuvda deydi, tanishib qoldim bittasi bilan deydi, u menga investitsiya qildi deydi. Aqllar ko'pda. Takrorlash ham qiyin bu narsani. Xatolar tepki hisoblanadi. Xatolar hamma qiladi. Men xatolar ko'p o'rganaman ko'p insonlarga. Katta xato qildi, tushib qolmaslik uchun. Menga bitta tanishim aytdi, shogirdga gapirayotganda eshitib qoldim, to есть menga emas, shogirdga eshitib qoldim. Ustoz, men уже siz qayerda qanday xato qilganingizni meni gaplaringizdan tushunib oldim, nimani nazarda tutganingizni. Endi men hayotda xato qilmayman, dedi. Baribir hayotda sizni o'zingizning xatolaringiz bo'ladi.
man qilgan xatoni qilmassiz, lekin o'zingizni xatolaringiz bo'ladi baribir deb aytganda o'sha yerda deb fikrga qo'shilgandim. Siz nima deysiz shunga? Bo'lishi mumkin, lekin inson qancha ko'p xatolarni o'rgangan bo'lsa, tushib qolish ehtimoli kamroq bo'ladi, protsenti. Albatta, ehtimoli kam bo'ladi. Yangi xatolar просто. Ha, to'g'ri. Kashf Yangi xatolar qilamiz. Lampochka ixtiro qilgan odamni ismini esimdan chiqarib qo'ydim hozir. Unga aytishganda mana bu Edisonga, Thomas Edisonga aytishganki, bitta lampochkani ixtiro qilish uchun 1000 ta tajriba o'tkazibsiz, muvaffaqiyatsiz deganki, muvaffaqiyatsiz emas. Men 1000 ta usulni bilaman, lampochka bo'lmasligini degan ekan. Da. Men kashf qildim degan. Kashf qildim. Ishlamasligini bilib oldim. Ishlamasligini bilib oldim degan ekanda. Ya'ni men ham shunaqa deb o'ylayman, ko'proq insonlar muvaffaqiyatga bittasidan aytishgan ekan. Sizni muvaffaqiyatli bizneslaringiz siri nimada desa, birovga aytmasligimda degan. Nima birovga aytmasligingizda? Muvaffaqiyat desa aytgan, yo'q. Odamlar meni singan bizneslarimni bilmaydi xolos degan ekan. Shunchaki ko'p singan bizneslarim. Men aytmaganman odamlarga shunchaki. Da. Например, nimada ham keladi-yu, islomda keladimi? Uni sani hozir bilmayman. Ну, siz uchun siz xayrli deb o'ylagan yo'l, Qur'onda keladi aytmoqchi. Siz xayrli deb o'ylagan yo'l siz uchun xatarli bo'lishi mumkin yoki siz xatarli deb o'ylagan yo'l siz uchun xayrli bo'lishi mumkin degan oyat. Alloh yaxshi biladi. Ha. Alloh yaxshi biladi nima xayrli bo'lganligini. Ha, Xudo yaxshi biladi. Xuddi shunday kimnidir muvaffaqiyatli yo'li xuddi o'sha yo'lda to'ch harfma-harf bosib o'taman desa, uning uchun ayanchli tugashi mumkin. Da. Bu vashi bo'lmagan yo'l desa, odamni o'zi uchun vidneyki o'zini yo'li. O'sha yo'lda bosib o'tsa muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Mana misol uchun Abraham Linkoln kimosh savdosida bitta latta putta bilan to'ldirilgan bochkani sotib olgan. Uni ichki bilimini ilk shakllanish nuqtasi o'sha bochkadan boshlangan. Konstitutsiya kitobi bo'lgan. Bochkaning tagida, latta puttalar orasida. Ya'ni yuridik bilimni o'shundan boshlagan, adashmasam. Shuni o'qigan. Xuddi shunday mohiyatga bas shablonlarga e'tibor berib qolyapmiz. Shuni nazarda tutyapman. Agarda mohiyatga e'tibor beradigan bo'lsak, biz problemalardan qo'rqmaydigan insoniyat bo'lib yetishamiz. И проблемалар не существует. Существует только события, видите? События, которые закаляют нас, которые после этих событий мы становимся сильнее. Уже говорят, что на русский есть такой поговорка, который вот самый крепкий металл клюется в самом крепком огне. Yani eng qattiq metall eng qattiq haroratda toblanadi deydi. Da. Qur'onga suhbat uchun katta rahmat. Vaqtdan biroz anaqa qilibdi. Endi birinchi suhbatchi menimcha yetarli bo'lsa kerak menimcha. 40 minutcha bo'lib qolibdi suhbatimiz. Bo'ldi. Shu suhbatni bitta gap bilan tugatmoqchiman. Jangchi, sportchi, trener sifatida shuni aytaman. Samuray uchun maqsad mavjud emas, samuray uchun yo'l mavjud. Yo'l mavjud. Yo'l qachon tugaydi? Qachon umr tugaganda o'shanda yo'l tugaydi. O'shuning uchun yo'l yurish davomida shunchaki yurish emas, foydali amallar qilib qolish, o'zi uchun emas, oilasi uchun, atrofdagilar uchun foydali amallar qilib yuradi. Faqatgina bitta maqsad qildi, bo'ldi, tugadi basda samuray uchun. Xuddi shunday samuray bo'lishlarini tilab qolaman hayotda. Men o'ylaymanki, yana davom ettiramiz bunaqa suhbatlarda, xudo xolasa, alohida bir format qilib turib, mana shunaqa rejalar ham bor, boshqa qanaqalarni ham qilarmiz kanallarda. Bugungi suhbatga taklif qilganingiz uchun, kreativ yondashuvlaringiz uchun sog' bo'ling, rahmat.